Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining baş sodiyisi Muhammedcan Mahsum, mashhur diniy ulamo va jamoat arbobi Muhammedcan Mahsum Hijriye 1313-yili Qurban hayit kuni, ya'ni milodiya 1896-yili 22 may Cuma kuni Atuş'ta bir diniy ulamo oilasida tug'ilgan. U 20 asrning boshlarida oilasi bilan G'uljiga ko'chib chiqqan. Muhammedcan Mahsum dastlabda G'uljidagi diniy zotlarda boshlang'ich bilimni olgandan keyin Qashqar xonlik madrasasiga o'qishga kirib, Mahsum degan ilmiy martabaga erishgan. 1924-yili 14-avgust Abduqodir Damollam qatl qilingandan keyin Qashqardagi nopozliq diniy zotlar bo'libmi diniy islohotchilar eqimiga tava kishilar taraf-tarafga qechib ketishga majbur bo'lgan. Muhammedcan Mahsummu Sabit Damollamni o'z bilan billa G'uljiga elib kelgan. Ular G'uljiga qaytib kelgandan keyin xotirjam holda Qashqarda to'xtab qolgan yangilikqa ko'chish harakatini davomlashtirgan. Natijada ular yanıla militarist Yang Zingshinning ajallik zarba berish nishoniga aylanib qolgan. Halqiliq paytda Muhammedcan Mahsum parda orqasidagi ustozi Sabit Damollamni qo'g'dab qilish uchun G'uljidan Sovet ittifoqiga chiqib ketishni qaror qilgan. Cho'chakdagi Mehmet Ali apandimu ustozi Murat apandini qo'g'dab qilish uchun Cho'chakdan Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. Bu ishga azmat ma'lum bir mezgil Sovet ittifoqi Turkiya va O'rta Sharqdagi musulmon ellarida ziyoratda bo'lib, ona vatanini ishg'oliyatdan, Qaysar xalqini asoratdan uzil-kesil qutqizishning yo'llari haqida qattiq izlangan. Mehmet Ali apandiga 1933-yili 12 noyabr Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti va uning g'alibi mevasi bo'lgan 3 yillik tarixiy fursatda o'z xalqiga amaliy xizmat qilish nasib bo'lgan bo'lsa, Muhammedcan Mahsumga 1944-yili 12 noyabr G'ulji shahrida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetida vatani va xalqi uchun amaliy xizmat qilish fursati nasib bo'lgan. 1944-yilning 5-ida Sovet hukumati G'uljidagi Salih Janbay qatorliq nopozliq yurt mo'tivarlari bilan inqilobiy tashkilot qurish haqida maslahatlashgan bo'lib, ular 1944-yili 4-aprel Muhammedcan Mahsumning tavsiyasi bo'yicha bu tashkilotning nomini Ozodlik jamiyati deb atashga birlik kelishgan. Ozodlik jamiyati tashkilotiga elidagi har millat, har soha kishilaridan Jallat Shingsayning qonli qilichidan aman qolgan va cho'ng tozalashdan mo'jizalarcha qutulib qolgan ilg'or ziyolilar, taraqqiyparvar savdogar zotlar va oz sondagi diniy zotlar qatnashgan. Bulardan Rahimjon Sabrajiyev, Qosimjon Qambiri, Abdukerim Abbasov, Salihjanbay Babajan, Zununtiyev, Habib Yunichi, Muhammedcan Mahsum, Abduraup Maxtum, Jani Yo'ldashov, Muxtaraxun Xalpat, Nurdunbek, Ömerjan Pir Muhammad va Muhiddin Ahmedi qatorliqlar bor edi. 1944-yili 11-oyning 12-kuni G'ulji shahrida minglagan xalq qatnashgan dag'dug'liq yig'in echilgan. Elixon To'ra rais sahnasiga chiqib, xalqqa xitob qilgandan keyin mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilganligini jakarlagan. Muhammedcan Mahsum Oliy sud boshlig'i bo'lib tayinlangan. 1945-yili 1-oyning 5-kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumatining 4-qitimliq yig'inida 9 moddalik siyosiy xitobnoma e'lon qilingan. Bu 9 moddalik xitobnoma tovandikicha: 1. İşğalçı Xitay mustamlikchilarini Sharqiy Turkistondan butunlay qo'g'lab chiqarish. 2.
Sharqiy Turkiston zaminida mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurish. 3. Sharqiy Turkistonning muntizim milliy armiyasini qurish. 4. Hamma millat huquqda barobar bo'lish, millatlarning urf-odat va diniy e'tiqodini qo'g'dash. 5. Demokratik tuzumni yo'lga qo'yib, hokimiyat o'rinlariga xalq ishongan kishilarni saylash va hokimiyat ishlarida Uyg'ur tilini davlat tili qilish. 6. Sanoat, dehqonchilik, chorvachilik, o'rmonchilik va savdo tijoratini rivojlantirib, xalq turmushini yaxshilash. 7. Madaniyat, ma'arif va sahiya ishlarini tez suratda taraqqiy qildirish. 8. Bütün dünyadaki xalqchil davlatlar bilan eng avval Sovet ittifoqi bilan do'stlik munosabatini mustahkamlash. 9. İşgalchi Xitoy davlati bilan faqatla diplomatik va iqtisodiy aloqa o'rnatish. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilgandan keyin Cumhur raisdan boshlab har qaysi ministerlikchi bo'lgan barliq davlat organlari va rahbarlar jiddiy tutish qilib, har qaysi sohalar bo'yicha o'z xizmatlarini boshlagan. Davlat qurilgan eng dastlabki 6 oy ichida Muhammadjon Maqsumning xizmati to'limi qiyin va jafoliq bo'lgan. Chunki uning oldiga har kuni nurg'un jinoiy qilmishlar va murakkab delolar yetib keladi. Muhammadjon Maqsum kecha-kunduz turli da'vo dasturlarini dal vaqtida hal qilib ve adil hüküm çıkarıp el arsıda yüksek hürmet tapkan. 1945 yılı 8 aprel Milli Armiya kurulup devletinin kanun tüzümleri künseri mükemmel ve etraflık tüzülgenden keyin Ali sotqı düşüdüğün türlük besimler mi azıyışkı başlagan. Muhammadjon Maqsum dinni ve ictimai davalarda hüküm çıkarışta ilinin dinni pişvası Abdülmutaali Xalpattin siyasi ve harbiy ishlarda hüküm çıkarışta Ahmetjon Qosimiydan maslahat elib turgan. 1949 yılga kelganda bütün Sharqiy Turkistonning siyosiy klimatida keskin o'zgarishlar yuz berib, shu yilning oxiri Stalinning bevosita yordamiga erishgan Xitoy kommunistlari shu yili 22 oktyabrdan toki 1950 yili Atiyoz pasligicha Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olgan. Muhammadjon Maqsum 1951 yili Xitoy hokimiyati tarafidan qo'lga elinib, 1955 yili bir mezgil qo'yib berilgandan keyin 1957 yili qayta qo'lga elinib, shu yili kuzda boshlangan atalmış yerlik millatchilik va milliy bo'lginchilikka qarshi davlat terrorlik harakatida G'ulji shahrida to'limi sirliq holda qazo qilgan. 1933 ve 1944 yılları o'xshash bir qutlug' kunda qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlari gerçi millatning oxirgi maqsadlarini amalga oshira olmagan bo'lsa-mu, davlat otilari bo'lgan ajdodlarimiz Uyg'ur xalqiga mukammal bo'lgan cumhuriyet ve davlatchilik andizisini shundaqla mangu yashnab turadigan mustaqillik ideyasi ve ruhini qoldirdi. Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganligining 90-yilida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 79-yilida xalqimiz davlatimizning qurg'uvchi otilari bo'lgan Sabit Damulla Abdulbaqi, Muhammad Emin Bug'ra, Elixon To'ra, Ahmetjon Qosimiylar bilan bir qatorda Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining oliy sotchisi Muhammadjon Maqsumni hurmat va rahmat bilan yod etadi.